Aka, molmisiz? Nima deding? Molmisiz? Nega ko'chaga misir istashsiz? Sen nima ishing bor? Bor yo'lingdan qolma. Oling misiringizni. Yaxshilikchi jo'na dedim senga. Bor. Jo'namayman, oling dedim. Yo'lingdan qolma deyapman. Bor. Oling misiringizni. Mol. Sardor bolam. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom o'g'lim. Nega kechga qolding? Anu bola bilan urushib qoldim oyi. Kelayotgandim, yerga misir otdi. Misiringni ol, o'zing bilan olib ket desam, menga baqirib urishib ketdi. Kechirasiz ukajon. Senamchi o'zingdan kattalar bilan urushib noto'g'ri ish qilibsan-da, bolam. Mana shu musorni bolam, shundoq olib, musor idishga tashlasang, urush ham bo'lmasdi, janjal ham bo'lmasdi. Ana bo'ldi. Qani, yur ketik bolam. Lekin u bolani qilgan ishi noto'g'ri-ku. Ko'chaga axlat tashlash kerak emas-ku. Menga qara o'g'lim, buni hammaga tushuntirish juda ham qiyin. Muhimi, o'zing shu ishni qilmasang, shuni o'zi yetarli hozircha. Tushunding-a? Keyin katta yigit bo'lganingdan keyin hammaga tushuntirasan. Xo'p? Qani yur. Oyi, siz qahramonsiz. Nega endi? Chunki faqatgina qahramonlar doim yaxshi ish qiladi, hech kimni yomonlamaydi.